Telefoningizni parolini esingizdan chiqarib qo'ydingizmi, ustiga olib borib 100 ming, 200 mingga oshtirishingiz shart emas. Hozir men sizga shu narsani tekinga o'rgatib qo'yaman. Sizdan faqatgina shu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi navbatda mana telefoningizning parolini bilmayapsizlar. Xo'p, telefonni o'chiramiz. Mana o'rtoqlar, telefonimiz polni o'chgandan keyin men pitaniyani keyin mana ovoz baland qilishni birdaniga bosib turamiz. Mana shu logotipi chiqqandan keyin pitaniyani qo'yib yuboramiz, faqatgina ovoz baland qilishni ushlab turamiz. Va bizda mana shu bo'lim ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Endi bittacha faqat knopkalarda boshqarasizlar. Ovozni past qilishni bosib, mana o'rtada kiramiz, kirish uchun pitaniyani bitta bosamiz. Bu yoqdan ikkinchi bo'limga tushiramiz, ovoz pasaytirib, keyin pitaniyani bosamiz, yana bitta pasaytiramiz, keyin konifirni pitaniya bilan bosib yuboramiz, ya'ni o'chirish bilan. Xo'p, endi kutib turamiz, zagruzka bo'ladi. O'rtoqlar, mana to'liq zagruzka bo'lgandan keyin mana bu o'chirishchi yana bitta bosasizlar, yana bitta bosamiz, yana bitta bosamiz. Bo'ldi. Va mana bo'ldi o'rtoqlar, telefonimiz уже заводской настройga qaytadi. Bemalol уже boshdan yoqib olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa parol, hech narsa bo'lmaydi. Faqatgina o'rtoqlar